Avtomatik tizimiga kirish. Birinchi navbatda berilgan login yozib olinadi. Keyingi qismida bo'lsa parolni va kirish knopkasi bosiladi. Va biz tizimga muvaffaqiyatli kirdik. Birinchi qismi bizda asosiy bosh sahifasi bo'ladi. Bu yoqda tepadan ko'radigan bo'lsak, yangilash tugmasi bor. Yangilash tugmasini bosadigan bo'lsak, o'zgargan ma'lumotlar bo'yicha bizga yangi ma'lumotlarni olib kelib beradi. Keyingi qismi til o'zgartirish. Bizda avtomatik tizimida 3 xil tilda ishlatish mumkin: o'zbek, rus va ingliz tilida. Va keyingisi kalkulyator qismi. Agar mijozga rassroshka bermoqchi bo'lgan vaqtingizda tarif bo'yicha hisob-kitob qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 3 oylik tarifni tanlab turib, mahsulot qiymati, boshlang'ich to'lovi va necha oyga oladiganini kiritadigan bo'lsak, oyma-oy qanchani to'lashini hisoblab beradi bizga. Keyingisi balans qismi. Balans qismida hisobni to'ldirish, tushumlar tarixi va xarajatlar tarixini ko'rishimiz mumkin. Va keyingi qismida bizni o'zimizni profil qismiga o'tish mumkin yoki tizimdan chiqish mumkin. Keyingi bosh sahifada ko'radigan qismlarimiz bizga umumiy to'lovlar sonini ko'rsatadi. Keyingi oynasida to'lovlarning umumiy miqdori va kelajak davrdagi foydalar, masalan biz rassroshkaga bergan bo'lsak, o'sha rassroshkadan kelib chiqib qancha foyda qilamiz, shu bo'yicha bizga ko'rsatib beradi. Va keyingisi kredit portfoliosi. Bu necha pullik hozirgacha rassroshka chiqarganimiz. Pastki qismida ko'rishimiz mumkin muddatli to'lovning yillik grafiki. Qaysi oyda biz necha pullik rassroshka chiqarganmiz, faollashtirganmiz yoki muzlatib qo'yganmiz, bekor qilganmiz, shu bo'yicha yillik grafikani ko'rishimiz mumkin. Pastki qismida bizda to'lov turlari bo'yicha grafik. Qaysi to'lov turidan bizga necha pul to'lov kelib tushganligi. Hozircha bizga bitta to'lov turi mavjud va bitta to'lov bo'lgani uchun bizga bittada ko'rsatib turibdi. Va bu yoqda davr bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Qaysidir kundan qaysidir kungacha qaysi to'lov turi bo'yicha necha pul kelib tushganligini. Va pastki qismida yosh bo'yicha rasmiylashtirilgan muddat to'lovlarining ko'rsatkichi bor. Hisoblab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'rtacha bizga necha yoshdagi mijozlar ko'proq rassroshka oladiganligini. Keyingi qismida bo'lsa yosh bo'yicha muddati o'tgan to'lovlarning ko'rsatkichini ko'rishimiz mumkin. Asosan o'rtacha necha yoshliklar bizga doimiy kechikib to'layapti to'lovlarni. Keyingi qismida yana ko'rishimiz mumkin yil davomida qaysi oyda ko'proq rassroshka faollashtirganmiz, bekor qilganmiz yoki yopilgani bo'yicha bizga summasi bo'yicha ko'rsatib beradi. Va pastida kechikishlar, 10 kungacha kechikkan to'lovlarning soni va miqdori yoki 30 kungacha kechikkan to'lovlarning soni va miqdori. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin muddati o'tgan to'lovlarning soni, o'zi umuman nechta bizga muddati o'tgan to'lov bor va muddati o'tgan to'lovlarning miqdorini ko'rishimiz mumkin. Ikkita to'lov bor va summada mana shuncha summa bo'ladi. Va bu yoqda NPL ni ko'rsatkichlari bo'yicha va ENPL ni ko'rsatkichlari bo'yicha foizni ko'rsatib berilgan. Asosiy bizda bosh sahifada shu ma'lumotlardan iborat bo'ladi.